Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi 4-videomiz bo'ladi YouTube'dagi. Bugun biz Spark Hadoyo haqida gaplashmoqchiman. Undan oldin siz profilga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Albatta bitta like bosib, mashinasi bor do'stlaringga videoni jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Nimaga aynan Spark avtomobilini ko'pchilikka tavsiya qilishimga sabab, Spark avtomobili Hadoyo tomonlama juda yumshoq va o'ta chidamli va uzoq vaqt xizmat qilib beradi. Bunga sabab birinchi o'rinda Hadoyo rechaylari. Mana o'zlaring ko'rishingiz mumkin. Bu Hadoyo rechalardagi rezinkalarda o'ta darajada moshni va qattiq ishlagan va rechak vtulkalari. Rechak vtulkalar hamma avtomobilda qo'yiladi, lekin Spark avtomobilida rechak vtulkalarining zazorlari kichkinaligini hisobiga uzoq vaqt xizmat qilib, mashinani ancha yumshoqlashtirgan. Keyingi masala bu tag qismidagi balkasi hisoblanadi. Bu balka faqat Captiva va Malibu 2 larda ishlab chiqarilgan. Va aynan Spark avtomobiliga ham xuddi shunday balka qo'yilgan. Bu balka juda ham katta va baquvvatligini hisobiga yamalarga tushganlaringda va katta politsiyaskilardan o'tganlaringda keladigan udarlarni avtomobil orqaga qaytarib, balka o'zida ushlab qoladi. Shuning hisobiga katta yamalarni sezdirmay, mashina ancha yumshoq. Ko'pchilik Spark mashinasida nimaga aynan rulovoyda muammo bo'layapti, nimaga muammo ko'payib ketyapti rulovoy tomonlama deb savol berishadi. Bu 2021-yildan boshlab Spark avtomobillarida juda ko'p uchrayapti bu muammo. Buni muammosini elektron rullarda, gidravlika emas, albatta elektron rullarda juda ko'p bo'ladi. Buni muammosi juda strashli muammo emas. Buni oddiygina bitta ligrovka bilan yo'qotsa bo'ladi. Menga juda ko'p beriladigan savollardan bittasi, qanday avtomobil olay va Hadoyo yumshoq, uzoq vaqt xizmat qilib beradi. Bu savolga ikki xil variantda javob beraman albatta. Siz mashina bilan bog'liq bo'lsa, yuk tashiydigan bo'lsangiz yo odam tashishda ishlaydigan bo'lsangiz, mashina albatta Cobalt'ni tavsiya qilaman. Sababi Spark bilan Cobalt Hadoyo'ni birga-bir ishlashgan, ba'zi bir detallarni hisobga olmaganda Cobalt avtomobili ham ancha yumshoq. Agar siz bir magaziningiz bor, lekin oilaviy, masalan, bir do'konda yoki bir sohada ishlaysiz, mashinaga kam ishingiz tushadi. Shuni hisobiga sizga albatta Spark avtomobilini tavsiya qilaman. Chunki Spark avtomobili Hadoyo tomonlama ancha yumshoq va O'zbekiston yo'llariga talabga javob beradi. Spark avtomobilini ikkinchi afzalligi bo'lsa, bu tormozida. Chunki 2, 3, 4 pozitsiyalarda albatta bularda ABS qo'yib chiqargan. ABSda borligini hisobiga buni tormozi ancha moshni. Shu vaqtgacha biron marta Sparkda tormozda bir muammo bo'lganini eshitmaganman. Balkim bo'lgandir. Agar bo'lgan bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiring. Sparkda tormozini o'ta darajada kuchli va joyida ushlash uchun ishlab chiqarilgan. Shuning uchun tormoz tomonlama, Hadoyo tomonlama, hattoki motor tomonlama ham baquvvatligi uchun ko'pchilikka Spark tavsiya qilaman va albatta bu mashinani minganlar o'zi biladi. Agar sizda avtomobilingiz Spark bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Sizda nimadir muammo bo'lsa, albatta uni ham kommentariyaga yozib qoldirishingizni so'rab qolardim. Video yoqqan bo'lsa, har doimgidek o'sha bitta like bosish esdan chiqmasin.